Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin Abdəli xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilən xəbərlərimizdən asasi məzmunlarını tanışdırırıq. Avstraliyalik Xitayğa qarşı fəaliyyətçi Xi Jinpingni tillağanlıq üçün qolğa alındı. Xitayğa qoşunu dövlətlərdən Xitayğa qarşı kayfiyat küçəyməkdə. Şərq Türkistandakı neçə 10 minglığan məhbuslar işki əzaları elib alınış arqılıq öldürüb etilgan. Minglığan Uyğur tutqunning tizimligi oshkorlandi. Amerika hökuməti Uyğur məsələsində Xitayğa bolğan besimini küçəytadiganligini bildirdi. Xitay rəisi Xi Jinpingning meڭi tomiri o'smisi giribtar bolğanlıq ilgari sürülməkdə. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Daily Mail to'rining 9-maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Avstraliyada Xitoy Kompartiyasiga qarshi tutumi bilan tanilgan 22 yoshli faoliyatchi Terry Paulo Sidneyda o'tkazilgan kommunizmga qarshi namoyishdan qaytayotganda atalmış Xitoy raisi Xi Jinpingni haqorat qilgan degan sabab bilan yangi Janubiy Wales shtatining soqchilari tomonidan qo'lga olingan. 2020-yil Avstraliyadagi Queensland Universiteti falsafa bilimining 4-yilligida o'qiyotgan Paulo o'zining Twitter hisobida Queensland Universitetining Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini tanqid qilganligi va Hong Kongliklarni qo'llaganligi uchun maktabdan haydalish ehtimolligi borligini bildirgan va maktabdan haydalsimi haqiqatni so'zlamay qo'ymayman degan edi. U shuningdek keyin izchil holda Xitoy qarshi faoliyatlarini davomlashtirib kelmoqda. Halbuki atalmış fikir erkinligiga alohida hurmat qiladiganlik ta'kidlanib kelgan Avstraliyadagi bir davlatda Terry Pauloga o'xshash Xitoy qarshi faoliyatchining nuqul fikr sababli qo'lga olinishi nurg'un kishilarni bayram qilmoqda. Shundaqla Avstraliya doiralari yaqindan buyon izchil izhor qilib kelgan Xitoyga qarshi tutumining vazni va chilliq to'g'risidagi gumonga yo'llashmoqda. The Print to'rining 13-maydagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy doiralarining kengaymichilik siyosatining bargan sari avjiga chiqishiga bo'libmi bir balvoq bir yo'l tashabbusiga ishtirok qilgan davlatlarning hammasining degideklar Xitoyning qarz qiltiqiga tushib qolishiga ergishib, mazkur davlatlardagi bo'libmi fuqarolar orasidagi Xitoy qarshi kayfiyat ko'rinarli kuchaygan. Buning misoli sifatida Xitoyning eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri hisoblanadigan Pokistonda garchi hukumatning Xitoyparast tutumi davomlashayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Pokistondagi Gwadar port qatorliq strategik o'rinlarni qo'lga kirgizilishiga ergishib, Xitoyga qarshi e'tirozlar bargan sir kuchaygan. Hatto 4-oyda Balujiston o'qituvchilari Karachidagi Kongzi institutida ishlaydigan 3 Xitoyni o'ldirib, Xitoyga bo'lgan nafratini bildirgan. Buningdan sirt Xitoyga bo'lgan qarz sababli Hambantota portining 99 yillik ishiltish huquqini Xitoyga tatqizib qo'ygan Sri Lankadami fuqarolarning bu xil holatdan norozi ekanligi ma'lum. Xitoy doiralari Bermida siyosiy o'zgarish orqali taxtga chiqqan fuqarolarni qattiq azgan harbiy hukumatni qo'llashga Berma xalqi Xitoydan norozi ekan. National Review to'rining 13-maydagi xabarda ko'rsatilishicha, oldin qayda Xitoy Kompartiyasining kishilarning ishki a'zolarini elib olish qilmishiga aloqador bir parcha tadqiqot dokladini e'lon qilgan Matthew Robertson 12 aprel Amerika Davlat Majlisi a'zolariga Xitoydagi ishki a'zolarini elishga mas'ul doktorlarning bemorlarni o'ldirib etadiganligini aytgan bo'lib, u bu vaqtdan Sharq Turkistondagi ishki a'zolarini atalmış i'ona qiluvchilar, ya'ni mahbuslar ishki a'zolari elib olinganda texnik hayot bo'lib, doktorlar yurak ko'chirish operatsiyasi qatorliq operatsiyalar orqali bemorni jinidan judo qiladi degan. Shundaqla kommunizm qurbonlarini xotirlash fondining yuqori darajali tadqiqotchisi Esan Gotman bir qancha shohidning guvohligi orqali dalillangan Aqsuv viloyatidagi lagerga yandab silingan jasad ko'ydirish o'rinlaridan chiqqan xeli yiroqdimi purg'il bo'lgan ko'ygan so'ngakning purqiga doktorxonalardagi a'zo ko'chirish operatsiyalaridagi ish ahvollariga hamda lagerdan g'oyib qilib o'tilganlarning ko'pinchisining 28 yosh atrofidagi kishilar ekanligi qatorliqlarga binoan har yili Sharq Turkistondagi 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan turma lager mahbuslarining ishki a'zolari elib olingandan keyin jasadlarining ko'ydirib etilganligini bildirgan. Frans 24 to'rining 13-maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Fransiya agentligi Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan va qamoq jazosiga hukm qilingan 10 mingdan ortiq Uyg'urning tizimligini o'z ichiga olgan Qashqar koni shahri hujjatlarini e'lon qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur hujjat buningdan xeyli burun oshkorlangan bo'lsa-mu, lekin hujjatdagi tutqunlarning salohiyatini dalillashga bir necha oy vaqt ketgan. Mazkur hujjatda Qashqarning koni shahri noyisidan tutqun qilingan 10 mingdan ortiq Uyg'urning ism familiyasi, millati, kimlik nomeri, tutqun qilinish sababi, jazo muddati va qamoqlik o'rni qatorliqlarga doir uchurlar bayon qilingan. Mutaxassislar koni shahardan iborat bir nahiyadan tutqun qilinganlarning bu qadar ko'pligini va tutqun qilinish sababini nazarda tutgan holda Sharq Turkiston miqyosida tutqun qilingan va qamoqqa hukm qilingan Uyg'urlarning sonining navbatdagi mo'lchardikidan xeyli bahli ko'pligini ilgari surishmoqda. Bloomberg to'rining 13-maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi yaqinda Davlat Majlisiga yo'llagan dokladida
Xitoyning Uyg'urlar qiratgan qo'rqinchli dafsanchilikka qarata besimni kuchaytirganligini, Amerikaning o'z nufusi va imkonlarini ishga solib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatishga kuchaytirganligini bildirgan. Xabarda Amerikaning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklarini ta'kidlash o'rinishi, Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyning Ukraina urushida Rossiyani qo'llaganligi va Hong Kongdagi demokratiyani bostirishni o'z ichiga olgan bir qator masalalar sababli Xitoyga besim ishiltish o'rinishining bir qismi deyilgan. Mazkur dokladda yana Amerikaning Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan foydalangan shirkat va apparatlarni aniqlab chiqadiganligi, ta'minlash zanjiriga o'shar muomala qiladiganligi, tamoman yoki qisman bo'lsa-mu Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarning Amerikaga kirishining oldini olganligini ta'kidlagan. Gündəlik Poçta gazetəsinin 14 maydagi xabariga ko'ra, Xitoy raisi Xi Jinpingning mengi tomir o'smasi giribtor bo'lganligi, Xi Jinpingning mengisini operatsiya qildirishdan qochib, an'anaviy tibobat orqali davolanmoqchi bo'lganligi ilgari surilmoqda ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy bu virusga qarshi manfaatli deb qaralgan an'anaviy tibobat dorilarini chet ellarga eksport qilgan bo'lib, Xi Jinping bu yuzlanishning bosh tashabbuschilaridan bo'lgan ekan. Yaqinda Xitoy bloglari Xi Jinpingning mengi tomir o'smasi giribtor bo'lganligini, kesilni davolash uchun mengi operatsiyasi qildirishdan qochib, an'anaviy tibobat orqali davolash yo'lini tutganligini xabar qilgan. Ammo bu vaqtda kuchurlar Xitoy doiralari tomonidan suzib olinib, dunyo jamoatchiligidan yoshirin tutilgan. Xabarda deyilishicha, Putinning salomatlik ahvoli yoshirin tutilgandek, Xi Jinpingning salomatlik ahvoli izchil ravishda yuksak maxfiyatlik sifatida dunyo jamoatchiligidan yoshirin tutildi ekan. Xabarlarimizni ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.